Assalomu alaykum barchaga. Bugun 13-oktyabr sanasi bo'yicha Samarqand viloyati Paxtash tumanidagi Optim yem bazada yemlarning narx-navolarini ko'rsatib o'taman. Avvalambor bug'doylardan boshlaydigan bo'lsak, sal oldinroq gruppaga Telegram kanalimizga narx-navosi ko'tariladi, bug'doylarni deb yozgandim. Bug'doyda ko'rishingiz mumkin. Don yirik, changi yo'q, musor yo'q. Mana bunun narxi 3250 so'm. Aytib o'tganimdek 13-oktyabr sanasi bo'yicha narx ichiga nimalar keladi? Xaltalab qo'yish, ortib berish xizmatlari ichiga kiradi. Bizda faqatgina bug'doyi o'zi emas, bug'doyi yormasi ham bor. Yorma qilingan variantlari. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bularni ham 50 kg dan xaltalab qo'yilgan. Rasmini qo'yib qo'yaman, qanday kattalikda o'tishini. Tuzdek, shakardek kattalikda bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz arpan yormalari ham bor bizda. Manaki. Mayda qilib o'tkazilgan. Nimaga mayda? Sababi yirik qilib donini 2 marta bo'lib qo'ysa, mollar ichidan tekis o'tib qolishi mumkin-da. Prama o'tib qoladi. Hazm bo'lishi ham qiyin bo'ladi. Bunda esa hazm bo'lishi ham oson, ichidan ham o'tib ketmaydi. Bu yerda arpalarning o'zi ham bor. Narx-navosini Telegram kanaliga yozib o'taman. Kepaklarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, kepaklarimiz katta ob'yomda bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Kepakni ko'rishingiz mumkin. Qo'lda qolishlarini unli yaxshi kepak. Buning narxi Optim 62 ming so'm berilyapti. Kepak nomini ko'rishingiz mumkin. Bahor kepagi 25 kg dan xaltalangan bo'ladi. Bu yerda bor. Yield fit korumlari ham bor. Buni Optimga 138 ming so'mdan beramiz. Xudo xolasa, hozir 140 ming so'm bo'lib turibdi Optimda. Keyingi partiya keladi 138 ming so'mdan bo'lib. Arpani o'zi bor. Oq arpa deydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda har xil urug' yo'q. Misol uchun ismaloqda urug'i bo'ladi, yo bo'lmasa tuproq bo'ladi, vesi bosishim bo'ladi-da. Arpamiz quruq ham. Mana noto'g'ri o'tlar, boshqalar yo'q. Arpani o'zi toza. Kunjaralarini ko'rishingiz mumkin. 35 kg dan xaltalab qo'yilgan hammasi. Kunjaraning sorti baland, yaxshi chigitdan qilingan. Proteinlari ham ko'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Kunjarani 13-oktyabr sanasi bo'yicha narxini aytib o'taman. Buning narxi 5400 so'mdan Optimga berilyapti. Hammasini 35 kg dan xaltalab ortib berilaveradi. Muammo yo'q. Ana endi keyin ko'rsatadigan narsam tuzlar ham bor bizda. Tuzlarimiz tosh tuz deydi biz mahalliy tilda. Buning narxi 1000 so'mdan bo'ladi kilogrammi. Keyin bizda vitamin tuzlarimiz ham bor. Bu yoqda. Buning narxi 10 ming so'm, 5 kg bo'ladi bitta pachkasida. Bemalol kimga mahsulotlar qiziq bo'lsa, yo bo'lmasam boshqa mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa ham topib beraveramiz. Bizdan undan muammo yo'q. Manzilni tushuntirib o'taman. Samarqand viloyati Paxtash tumani Perez bor. Perezdan o'tganda paxta zavod bor. Bizning ishxonamiz yonida, skladda. Paxta zavodi yonginasida bizning skladimiz. Telegram kanalini ko'rsatib o'taman. Raqamlarni ham ko'rsatib o'taman. Bemalol aloqaga chiqib, narx-navolar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi.